Bundan 7 yil oldin o'zbek xonadoniga kelin bo'lganman va birinchi marta shu taomni tayyorlab berganimda uydagilarga juda ham yoqib qoldi. Shundan beri uydagilar tez-tez bu taomni tayyorlab berishimni so'rashadi. Kelinglar, sizlarga ham retseptini o'rgataman. Buning uchun navbatda noniga oshirma xamir qilib olamiz. Alohida qozonda saryog'imizni chiroyli qilib eritib olamiz. Barakina qilib to'g'ralgan go'shtimizni suvi qochguniga qadar dimlab pishirib olamiz. Ketidan piyoz, tabga ko'ra tuz, murchlarni solib olib, yana pishirishda davom etamiz. Toki piyoz bilan go'shtimiz pishguniga qadar. Ana endi oshib chiqqan xamirimizni yog'langan listimiz ustiga qo'yib olib, yupqagina qilib yoyib olamiz va qizigan duxovkada orqa oldini qizartirib pishirib olamiz. Nonimiz pishgunigacha borida go'shtlarimiz ham tayyor bo'ladi. O'rtoq taomimizga salatlarni ko'proq qilib tayyorlab olsangiz, yanada mazali bo'ladi. Suzmali qaylasi uchun suzma, qattiq, qaymoq va ozgina tabga ko'ra tuz solib suyultirib olamiz. Borada patirimiz ham pishib chiqadi. Patirimiz ovqatning ichida bo'kib qolmasligi uchun men shunaqa yupqagina qilib pishirib olaman. Ana endi barcha mahsulotlarni ketma-ketlikda terib, ust qismiga sariyog'larni ham quyib olib, tabga ko'ra zel va qalampirlardan qo'yib olib, chiroyli qilib dasturxonga tortamiz. Mehr ila tayyorlangan taomlar albatta mazali bo'ladi. Yoqimli ishtaha.